Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Netanyahu bo'lmaganida Isroil ham yo'q bo'lar edi. Donald Tramp. Eron musulmon davlatlariga chaqiriq bilan chiqdi. AQSh keskinlashuv tuzog'iga tushib qolish xavfi ostida. Eronga qarshi urush Yevropani falaj qilishi mumkin. Ramazon oyida tana tozalanadi, ovqatlanish tartibi o'zgaradi. Shu davrda vulkan qabul qilish yanada foydaliroq bo'ladi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Tunda tez bezovtalik, peshob chiqarish muammolari, achishish, og'riq va tahorat buzilish holatlari tez va samarali davolashga yordam beradi. Hoziroq bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. Netanyahu bo'lmaganida Isroil ham yo'q bo'lar edi. Donald Tramp. Isroilda Netanyahu qilgan ishlarni qila oladigan boshqa biror yetakchi yo'q. Agar Netanyahu bosh vazir lavozimida bo'lmaganida Isroil davlati mavjud bo'lmas edi. Men Netanyahuni qo'llab-quvvatlayman, dedi AQSh prezidenti. O'zbekiston Eronga gumanitar yordam yubordi. O'zbekiston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan un, guruch, shakar, makaron mahsulotlari, kungaboqar yog'i, konservalar, shuningdek dori vositalari va tibbiy buyumlardan iborat insonparvarlik yukini Eronga yetkazgan. Insonparvarlik yuklarini Eron rasmiylari qabul qilib olgan va ko'rsatilgan yordam hamda yuksak e'tibori uchun O'zbekiston prezidentiga minnatdorlik bildirgan. Tramp jamoasi va tarafdorlari orasida kelishmovchilik yuzaga keldi. AQSh prezidenti Donald Tramp jamoasi va tarafdorlari orasida kelishmovchilik yuzaga keldi. Ikkita lager paydo bo'ldi. Davlat kotibi Marko Rubio va vitse-prezident Vence deb xabar beradi Bild. Noma'lum manbalarga ko'ra, Tramp yaqinda o'zining bir nechta yirik homiylaridan kim yaxshiroq voris bo'lishini so'radi. Vence yoki Rubio. Manbalarga ko'ra, ular deyarli bir ovozdan davlat kotibini qo'llab-quvvatladi. Bild xabar berishicha, Vence esa MAGA harakati tarafdorlari orasida mashhur nashrning ta'kidlashicha, u respublikachilar orasida aniq favorit. Emerson kolleji so'rovnoma markazi tomonidan o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, Vensening respublikachilar orasida qo'llab-quvvatlash reytingi 52% ni tashkil etgan. Rubio esa atigi 20% bilan ortda qolmoqda. Eronga qarshi urush Yevropani falaj qilishi mumkin. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi tufayli yuzaga kelgan energetika inqirozi Yevropa iqtisodiyotiga og'ir zarba berishi mumkin. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. Nashr prognoziga ko'ra, bu holat uzoq davom etgan iqtisodiy turg'unlikdan so'ng o'sishni tezlashtirishni rejalashtirgan Yevropa uchun kutilmagan holat bo'lishi mumkin. Neft va gaz narxining oshishi allaqachon Yevropa davlatlarining qazilma yoqilg'i importiga sarfini oshirgan. Mojaroning dastlabki 10 kunida bu xarajatlar qariyb 3 milliard yevroga ko'paygan. Yevropa ittifoqi hukumatlari vaziyat oqibatlarini yumshatishga harakat qilmoqda, biroq ularning imkoniyatlari Ukrainadagi urush boshlangan paytdagidan ham cheklangan. So'nggi yillarda Yevropa davlat qarzi va qarz olish qiymati sezilarli darajada oshgan. Buyuk Britaniya va Fransiyada davlat qarzi kamida so'nggi 60 yil ichidagi eng yuqori darajaga yaqinlashgan yoki shu darajaga yetgan. Energiya narxining oshishi sanoatga bosimni kuchaytirmoqda. Kimyo sanoati va o'g'it ishlab chiqarish kabi energiyaga kuchli bog'liq tarmoqlar gaz narxi oshishi va inflyatsiya xavfi haqida ogohlantirmoqda. Bu holat ayrim zavodlarning yopilishi va ishlab chiqarishning Xitoy yoki AQShga ko'chirilish xavfini ham keltirib chiqarmoqda. Nashrning yozishicha, Eron atrofidagi mojaro AQSh prezidenti Donald Tramp siyosati tufayli Yevropa iqtisodiyotiga berilgan navbatdagi zarba bo'lgan. O'tgan yili joriy etilgan tariflar Yevropa kompaniyalarining eng yirik eksport bozorlaridan biriga kirishni cheklagan hamda AQSh bozoriga qo'yilgan tarif to'siqlari sabab Xitoydan importning Yevropaga ko'payishiga olib kelgan. Eron musulmon davlatlariga chaqiriq bilan chiqdi. Eron Oliy milliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijoniy AQSh va Isroil hujumi boshlanganidan beri hech bir musulmon davlati Eronga yordam bermaganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, islom dunyosi mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va tashqi tahdidlarga qarshi turish uchun birlashishi kerak. 6 banddan iborat maktubda Ali Larijoniy Eron qarshilik ko'rsatishda davom etayotganini, mamlakat xalqini qo'llab-quvvatlamagan musulmon hukumatlarining xatti-harakatlari esa islomning mohiyatiga zid ekanligi ta'kidladi. Ba'zi davlatlar bundan ham uzoqroqqa borib shunday da'vo qilishdi. Eron Amerika bazalariga va AQSh va Isroil manfaatlariga zarba berayotgani sababli u bizning dushmanimiz. Mamlakatlarimizdagi Amerika bazalari Eronga qarshi zarbalar berayotgan bir paytda biz qo'l qovushtirib o'tirishimiz kerakmi? Ular bahona izlamoqdalar. Bugun bu jangda AQSh va Isroil bir tomonda, musulmon Eron va qarshilik kuchlar esa boshqa tomonda. Siz qaysi tomondasiz, dedi Ali Larijoniy. U islom dunyosining kelajagini ko'rib chiqishga chaqirdi va ta'kidladi. AQSh
hech qachon sizga sodiq bo'lmaydi va Isroil sizning dushmaningizdir. 28-fevral kuni ertalab Qo'shma Shtatlar va Isroil Eronga qarshi harbiy operatsiya boshladi. Hujumlar natijasida Eronning oliy rahbari Ali Xamenei halok bo'ldi. Bunga javoban Eron Fors ko'rfazidagi Amerika nishonlariga, jumladan Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarga zarba berishni boshladi. O'zbekistonda qariyb 2000 turdagi dorining narxi pasaytirildi. 1-martdan retsept asosida beriladigan ko'plab dori vositalarining chakana narxi arzonlashtirildi. 2026-yil 1-martdan boshlab retsept asosida beriladigan qariyb 2000 nomdagi dori vositalarining chakana narxlari pasaytirildi. Bu haqda Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi ma'lum qildi. Bildirilishicha, iste'molchilar dori vositalarini xarid qilishdan oldin ularning belgilangan referent narxini maxsus raqamli platformalar orqali tekshirishi mumkin. Buning uchun Farim.gov.uz sayti hamda Farim.uz mobil ilovasidan foydalanish tavsiya etilgan. Mazkur xizmatlar orqali foydalanuvchilar dori vositasining nomi, ishlab chiqaruvchisi va belgilangan chakana narxi haqida ma'lumotlarni ko'rishi mumkin. Bu esa dorixonalarda dori vositalarining sun'iy ravishda qimmat narxda sotilishining oldini olishga xizmat qiladi. Agar dori vositasi belgilangan referent narxdan yuqori bahoda sotilayotgani aniqlansa, iste'molchilar Farim.uz ilovasidagi shikoyatlar bo'limi orqali murojaat qoldirishi mumkin. Murojaatlar vakolatli organlar tomonidan ko'rib chiqilib, qonunbuzarlik aniqlansa tegishli choralar ko'riladi. Shuningdek, dorixonalardan dori vositalarini sotishda belgilangan referent narxlarga qat'iy rioya qilish talab etilmoqda. Agar dorilar cheklangan narxdan yuqori bahoda sotilgani aniqlansa, bu litsenziya talablari buzilishi sifatida baholanib, dorixona litsenziyasi bekor qilinishi mumkin. AQSh keskinlashuv tuzog'iga tushib qolish xavfi ostida. Eron bilan mojaro sentyabrgacha davom etishi mumkin. Tramp tezkor g'alabaga umid qilmoqda, biroq AQSh ittifoqchilarining fikricha qarama-qarshilik sentyabrgacha cho'zilishi mumkin. Dastlab operatsiya 4-6 haftaga rejalashtirilgan edi va 1-aprel uning natijalarini baholash uchun asosiy sana bo'ladi. Isroil Eron oliy rahbariga tegishli samolyot yo'q qilinganini ma'lum qildi. Isroil Tehrondagi Mehrobod aeroportida zarba berib, Eron oliy rahbari tomonidan foydalanilgan samolyotni yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Bu haqda mamlakat mudofaa armiyasi xabar berdi. Sahal ma'lumotiga ko'ra, zarba 15-mart kuni kechqurun amalga oshirilgan. Qayd etilishicha, ushbu samolyotdan Eronning marhum oliy rahbari Ali Xamenei hamda boshqa yuqori lavozimli amaldorlar va harbiylar foydalanib kelgan. Xabarda aytilishicha, samolyot harbiy ta'minot bilan bog'liq vazifalarni bajarish, shuningdek, ichki va xalqaro parvozlar orqali turli davlatlar bilan faoliyatni muvofiqlashtirishda ishlatilgan. Isroil tomonining ta'kidlashicha, samolyotning yo'q qilinishi Eron rahbariyatining boshqa davlatlar bilan hamkorlikni muvofiqlashtirish hamda harbiy salohiyatini tiklash imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatgan. AQSh Yaqin Sharqqa elita dengiz piyodalari bo'linmasini yubormoqda. AQSh qo'mondonligi Yaqin Sharqqa elita dengiz piyodalari bo'linmasini jo'natmoqda. Bu haqda The Telegraph gazetasi xabar qildi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, 2500 nafar dengiz piyodasidan iborat tezkor guruh Yaqin Sharqqa yo'naltiriladi. Bu bo'linma desant, quruqlik va aviatsiya operatsiyalarini amalga oshirishga moslashtirilgan. Ekspeditsion korpus tarkibida piyoda qo'shinlari, bronetexnika va artilleriyaga ega quruqlik bo'linmasi, vertolyot va qiruvchi samolyotlardan iborat aviatsiya guruhi, shuningdek logistika va qo'mondonlik bo'linmalari mavjud. Gazetaga ko'ra, AQSh bu missiyaning aniq maqsadini oshkor qilmagan, biroq bo'linmaga Ormus bo'g'ozi ustidan nazoratni qayta tiklash vazifasi yuklanishi mumkin. Mazkur bo'g'oz Fors ko'rfaziga kirishdagi yagona muhim yo'l hisoblanadi. Shuningdek, bu korpus dronlarga qarshi kurashish tajribasiga ham ega. Uning tarkibida radioelektron kurash vositalari bilan jihozlangan va qo'riqlovchi kemalar bor. New York Times nashriga intervyu bergan Pentagonning sobiq yuqori lavozimli amaldorlaridan biriga ko'ra, bu korpusni joylashtirish AQShga Ormus bo'g'ozi yaqinidagi orollarda reydlar o'tkazish imkonini berishi mumkin.